Dehqonlarimiz tomonidan yana bizga tushgan taklifga qarab, urug'larning unumchanligini aniqlab beramiz. Mana hozir oldimda turganlarimiz aynan shu ochiq dalaga ekiladigan pomidor urug'lari hamda shirin bulg'or qalampir urug'lari keltirilgan. Agar biz unumchanligini aniqlaydigan bo'lsak, u gektarga sarflanadigan urug' me'yori ham to'g'ri taqsimlanadi. Ko'rib turibmizki, oldimizda ikkita variantda qo'yilgan. Bu ikkalasida ham unumchanligi bir kunda qo'yilgan, bir kunda tashkil qilingan. Bittasida unumchanligi 97-98% bo'ladigan bo'lsa, bittasida 100% ko'ringanini ko'rishimiz mumkin. Bu holatlarda qanday urug'chanligi o'lchanadi? Albatta maxsus termostatlarga qo'yiladi. Termostatda birinchi etapda harorat pastroq bo'ladi, o'rta harorat, keyin yuqori haroratda undirib ko'riladi. Undirish jarayonlarida har xil, ya'ni ularga bo'ladigan, ya'ni unumchanligi ertangi kunda dalada ta'sir qiladigan moddalar ta'sir qilib ko'riladi. U ko'rilgan ta'sirlarda yo o'nishi mumkin, yo o'nmasligi mumkin. Mana hozir ko'rishimiz mumkinki, urug'larda ham unumchanlik har xil bo'ladi. Ya'ni sabzavot ekinlar urug'larida ba'zi birlari erta o'nadigan bo'lsa, ya'ni 4-5 kunda, ba'zi birlari 15-16 kundan boshlab o'na boshlaydi. Bu narsani ham alohida inobatga olishimiz kerak, chunki sabab ertangi kunda olib borib ekilayotgan urug'larni to'g'rima-to'g'ri dalaga tashlab yuboradigan bo'lsak, ya'ni 15-16 kunda o'nadigan urug'larimizni dala sharoitida ko'pgina hasharotlar toshib ketishi ham mumkin. Uni biz nima qilishimiz mumkin? O'zini maxsus suvli, namli holatda maxsus 2 kun, 3 kun saqlanib, ya'ni unumchanligi boshlagan paytdan turib dalaga tashlashimiz mumkin. Hozir ko'rishimiz mumkinki, qo'limdagi holatdagi shirin bulg'or qalampiri ham bugun qo'yilganiga 15 kun bo'layotgan bo'lsa, aslida endi o'na boshladi. Bu dalada demoqchiki, siz masalan dalaga o'rog'ni tashlaganingizda agar yetarlicha namlik bo'lmaydigan bo'lsa, bu uzayib ham ketishi mumkin. Ya'ni 15 kun emas, 20 kunda ham tashkil qilishi mumkin. Termostat holatda o'zi 15-kuni boshlab o'na boshlaydi. Bu holatlarda urug'larni shu ekayotgan paytda mutaxassis fikriga tayinadigan bo'lsangiz, sizni dalaga borib ekadigan urug'laringiz unumchanligi yanada oshadi.